Assalomu alaykum sizlar, men Top kinolar uzubi. Bugun 2025-yilda super premyera qilinishi kutilayotgan kinolar haqida gaplashamiz. 27-iyun kuni Formula 1 va Megan 2 kinolari kinoteatrlarga chiqdi, ya'ni bugun. 2-iyulda Yura davriga sayohat kinosi chiqadi. Bu ham juda katta budjet sarflangan kino. 11-iyulda Superman yangi qismi chiqadi, DC ga tegishli. U ham juda katta budjet sarflangan. Xo'p, animatsiyali multfilmlarga o'tamiz. Ya'ni 18-iyul kuni Smurflar multfilmining yangi qismi chiqadi va 1-avgust kuni Bad Guys 2 multfilmi ommaga taqdim etiladi. Va 25-iyul kuni Fantastik 4lik ommaga taqdim etiladi. Va 24-oktyabr Mortal Kombat 2 kinosi ommaga taqdim etiladi. 2025-yil kutilayotgan kinolardan yana Avatar 3 19-dekabrga kinoteatrlarga chiqishi kutilgan, lekin 2026-yil chiqib qolishi ehtimoli ham bor. Bio'yimda Telegram kanal silkasi bor. Bemalol sifatli kinolar ko'rishingiz mumkin.